الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ahli islom, mo'min musulmon birodarlar, mana bugungi fazilatlik, qutlug' bir sayyidil ayyom, hajjil masokin bo'lgan bir ulug' juma kunidamiz. Iloho Parvardigor o'ziga beadad hamdu sanolar bo'lsin. Mana shunday ulug' ibodatga loyiq ko'rib, masjidga keltirib, ahli namozxon safiga qo'shtirganiga o'ziga beadad shukrlar, hamdu sanolar bo'lsin. Muhtaram birodarlar, Alloh taolo ibodatlarimizni dargohida qabul eylesin. Bilib bilmay qilgan sahv va xatolarimizni Alloh o'zi kechirsin. Banda inson xatodan xoli emas. Hammamizda juda ko'p ayb va nuqsonlar. O'zi insof bersin. Hammamizni Alloh rushdi hidoyatda qilsin. Adashmasdan ketishlikni nasib etsin. Muhtaram birodarlar, bir domla ma'ruza qilganda ommatan olib gapiradi. Uni meni gapirdi yo menga tegizdi degan fikrga borish kerak emas. To'g'risini olavering, xohlamaganizni olmay qoling. Bir odamning uyida ota-ona to'g'risida onani dilini ranjitishlik nima gunoh bo'lishligi to'g'risida gapirsam, u xonadonni o'zi onasini urgan odam ekan, jahl qilib, g'azab qilib, senga kim tayinladi bu gapni gapirishni deb nihoyatda xafa bo'lib ketgan. Hech kim gapirmagan. Shu ma'ruzani qilgim kelib qoldi. Yana bir joyda bir ma'ruzani qilsak, aka-uka gaplashmay yurishar ekan. Uni hech kim etmagan, gapirdik. U aka-ukalarga tegib ketib qopti. Bizani birov etibdi, mana bizga qarata etdi. Kimni nimaligini biz qayerdan bilamiz? Oyat hadisdan gapiraveramiz, tushuntiramiz. Lekin ba'zi birodarlarimiz bizni hurmat qilib yaxshi ko'rgani bilan bizga ancha g'alva, boshimizga ancha tashvish tushirtirib qo'yaptiki, mana seni to'g'ringda gapirdi deb olib borib qo'yib ham berishyapti. Bu do'sti nodon deydi bularni. Do'sti nodon. Keldingizmi masjidimga? Mana shu masjidda eshiting, ko'nglingiz bo'lsa chetga kelib turing, lekin haqqingiz yo'q boshqa masjidning imomiga meni so'zimni olib borib, "Sen ham shunday deyishing kerak" deyishga. Uni ham o'ziga yaxshi yarasha izzat nafsi bor, obro'si bor, e'tibori bor, o'sha qavmning imomi. Nima kerak sizga bunaqa fitna qilishni va meni boshimga qancha tashvishlarni solishni? O'zingiz amal qilyapsizmi? Amal qilib boravering. Meni kasetamni olib, seni mana bunday dedi, unday dedi deb, u meni shunday debdi deb, menga guruh bo'lib kelishni hojati yo'q. Lekin hech kimni bu yerda otini aytganimiz ham yo'q, boshqani deganimiz ham yo'q. Bor haqiqatda yosh domlalarning ichida ilm mukammal emas, kerak ma'ruza qolib mayda chudalarni gapirib yurganlar juda ko'p. Mana shulardan bitta misoli, mana
Bitta savol tushibdi-da, endi bu savol tushgani hamki, shuni biron joyda gapirishgan. Birontasi bir katta kashfiyot qilgan. Masalan, spirtda tayyorlangan dorilarni, validol nastoykasi va boshqalarni qabul qilish mumkinmi? Chunki hadislarda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam bu to'g'rida mumkin emas degan gaplari bor. Deb savol endi. Endi ehtiyotingiz uchun rahmat. Juda kam dorilar spirtsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridagi vinosi bo'lsin, o'sha aroq bo'lsin, xamir bo'lsin, boshqasi bo'lsin, u o'sha nomi bilan shunday iste'mol qilinayotgan aroq, vinos bo'lgan. Uni o'sha mushriklar o'sha aroq deb ichib yurgan. Uni kimki shu kasalga davo desa mumkin emas deganlar. Lekin bu spirt o'zi asli dori narsa bu. Tanani bunday tozalab turib, bunday ukol qilinadi. Uni masalan darmon uchun ishlatilishi, doriga shu qo'shilmasa bo'lmasligi, lekin uni oti o'sha xamir yo uzumdan qilingan aroq emas-ku, uni oti aroq emas, uni ichishga emas, uni doriga tayyorlagan. Tushuncha bo'lish uchun mana atirda ham bor. Shuni yaxshi tushuning. Video magnitofonni televizorga uladingiz. Unga yaxshi bir ma'ruza kasetani qo'ysangiz, sizga shu da'vatni ko'rsatadi. Uni ichiga bir buzuq kasetani, rasvo kasetani qo'ysangiz, sizni buzuq narsani ko'rsatadi. Uni mast bo'laman deb ichgan spirtni o'zi mast bo'lib harom bo'ladi, lekin u davo uchun, dori uchun o'sha doriga o'sha qo'shilmasa bo'lmaydi. Uni aroq deb sotgani yo'q, uni aroq deb qilingan emas. Uni dori deb qilingan, dori degan niyatda tayyorlangan. U dori u. Ko'p narsada bor. U ichaman deganlar patinga moylaydiganni ham, suvni siqib ichadi, tish kovlaydigan, tozalaydiganni ham siqib ichadi. U hamma narsani ular harom qori, o'zi nima? Shunaqa harom narsani niyatida yuradi. Unaqa chuqur tekshiruv ketmaydi dinimizda. Dinda chuqur ketmang, har narsani kavlashtiravermang. U yog'ini qaraylik, bu yog'ini qaraylik. Kerak bo'lsa achib qolgan nonni ham bir joydan topib mas bo'laman, ichib olaman degan odam o'shani ham yo'lini topaveradi. Hamma narsada bor u spirt. Uni oti aroq yo bir maslikka sotilgan narsa emas-da. O'sha bazmi jamshidlarida kayflari uchun ishlayotgan narsalarini payg'ambarimiz bu davo deyilsa ham buni qilmanglar deb qaytarilgan. Endi uncha-muncha tabletkalarda, boshqalarda nima qilsa, bir kasal o'laman deb yozsa-yu, o'shandan shifosi bo'lsa, u endi tavubni doktorlarni tayyorlagan dorisi bo'lsa, yo buni berib bo'lmaydi deb o'lib qolsa, bir jaholat, tushunmaslik bo'ladi, ilmsizlik bo'ladi, sabab bo'lib qolinadi. Mana shu narsalarni keng tushunish kerak, bilish kerak. Savol bo'lgan ekanki, bizda vosila qilish bormi, yo'qmi deb so'ralibdi. Endi biz doim gapiramiz, bir narsani yo'q deyishdan oldin uni bir tushuntirib aytib qo'yishimiz kerak. Chunki birodarlar, yo'q u vosila bizda desak, ba'zi bir xil qadimiy she'r kitoblarida palonchini haqqi hurmati, odam sapini hurmatidan nima, bunga ham o'ziga yarasha bir dalil isbotlarlik so'zlar bor. Biz eng yaxshisini, keragini tushuntiramizki, ishingiz tez hal bo'lishligi uchun eng katta yuqoridagi
rahbarni o'ziga muloqot bo'lsangiz, ishingiz birpasda bitadimi? Ish tezroq bitishi o'rtaga hech kimni qo'ymay Allohni o'zidan so'rasangiz tezroq bitadi. Ibrohim alayhissalomni manjanaqqa o'tkazib gulxanga otishyapti, o'tga. Gulxan yoqilgan. Endi shunda u gulxanga tushishi bilan odam erib ketishi kerak. Hali manjanaqqa o'tkazilib otilayotgan paytda Allohning o'zi aytdi: "Ey Jabrail, jannat kiyimini kiygiz Halilimga." Ibrohim u jannat kiyimi o'tda kuymaydi. Ko'ynakni Jabrail alayhissalom shunday otilayotgan Ibrohim alayhissalomga olib kelganda, Ibrohim alayhissalom nima dedi? Men o'ziga tavakkal qilganman. Shu zahotda o'zida Alloh ya narkuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey o't, iching gulzorga aylangin. Yoqtirma. Tanasi harom bo'ldi. Ibrohimni o'tga o't yoqmagin, bir gulzorga aylandigan Alloh buyruqni gulxanni o'ziga berib yubordi. Borib tushmaslaridan gulxanni ichi gulzorga aylandi qo'ydi. Ko'ynak kiyilganda ham o'sha ko'ynak saqlab yonmasdilar. Lekin tavakkalni o'ziga qilganligi uchun Ibrohim Alloh darrov buyruq berdiki: "Ey gulzor, ey o't, gulzorga aylangin." Ibrohim uchun joni qiynalmaydigan bir salqin joyga aylangin. O'ziga tavakkal qilishlik, o'ziga dan so'rashlik tezroq qabul bo'ladi, tezroq savobi bo'ladi. Qiynalib, bir vosilachi odamni o'rtaga vosita qiladigan odamga borganda endi uni o'rniga 50 rakat namoz o'qing kechasi turib. O'zidan so'rang, ertalabki ish hal bo'ladi, Xudo xolisa. Agar shu ma'noda so'ralgan bo'lsa. Endi yana bitta vasila bor. Bu 2 kun, 3 kun ro'zani iftor qilmasdan, og'iz ochmasdan tutish. Kecha-yu kunduzga ulab olaverishlik. Buni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qilganlar, lekin ummatlarni qaytarganlar. Sizni bizni qaytarganlar. Bunday qilishlar. Buni hadisini hali aytib beraman. Aisha onamizdan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Qalat nahahumun nabiy sallallohu alayhi vasallam anil visal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasilu qala inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi va yasqini muttafaqun alayh. Biz ham sizga o'xshab kechasi ham taom yemay ulaveraylik kunduzga dedi sahobalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q, unday qilmanglar, iftor qilib o'rtani bo'lib tutinglar. Siz shunday qilasiz-ku, meni vujudim sizlarnikidek emas. Meni Alloh taolo egam o'zi suvla berib, o'zi ovqatlanib turadi, ovqatlantirib turadi dedilar. Ya'ni Alloh payg'ambarlarga ko'proq sabr, iymon, e'tiqod kuchli bo'ladi. U taom berib, suv berib turilishmas, bitta murod. Meni o'zim bu narsalarga bardoshim kuchliroq, men sizlardek emasman. Meni Allohni o'zi qornimni to'qday suv samaganday qilib turadi. Lekin sizlar qilmanglar va ummatlarimni hammasi bunday qilishmasin deb qaytarganlar. Agar vosila bu ma'noda bo'lsa, bu. Lekin yana bitta bor. U Hristiyan yahudlarda borki, men uchun ibodat qilib qo'y deydi. Men uchun namoz o'qib qo'ygin, men uchun duo demaydi, men uchun ibodat qilib qo'ygin deydi. Bu birov uchun
dini islomda, haq dinda birov uchun ibodat qilmaydi. Har kim o'zi uchun ibodat qiladi. Lekin birovni haqqiga duo qilsa u go'zal bo'ladi. Birovni haqqiga qilingan duolar mustajob bo'ladi. Ha, birodarlar, ancha ilmsizlarimiz ko'p. Domla galstuk xristianlarning kresti degan gap paydo bo'lib qoldi. Shu to'g'rimi? Nima qilmoq kerak? Endi bir xil odam imtihonga kiratdi, o'zi hech nimani bilmaydi. Gapiravur deydi, bilarkan desin deydi. Biletda nima narsa yozilgan uni bilmaydi-yu, valdir-vuldir qilaveradi. Ilm yo'q bo'lgandan keyin topatda bir nimalarni qidirib. Bunga hali soddalarimiz ana hech qaysi domilla gapirmagan gapni bu domilla gapiryapti, zo'r ekan deydi. Bu nima kerak mayda chudalarni, nima kerak? Gol, eski turk tilida gel tomoq degani. Turkiy so'zda eskidan gol tomoq degani. Ostuk. Gol ostuk. Tomog'iga osib yuradigan qilib deb bola yurgan. Bu ham ota bovalaringizda, bobo kalollaringizdan qolgan narsa bu. Ular kiyinishi bulardan o'rgangan. Sizlarni turk ota bovalaringizdan. Endi vaqt zamon aylanib ko'p narsalarimizni mana biz dazmol deymiz. Ular utuk deydi. Asli turkiy so'l o't yuk. O'tni ichiga solib qo'yish, o't yuk. U turkiy so'z u. Biz forchani olganmiz dazmol deb. O't yuk. Uchugam. Chamadoni bo'lsin, galstugi jomadon. Kiyim soladigan nima? Gol ostugam shu turkiy so'zdan olingan aslida. Bo'yingizni mahkam o'sha odamlarni mishmishidan qo'rqasizda, mana shunaqa gaplarni ko'pligidan, mana u aynibdi, bo'yniga galstuk osibdi. Bu ham boshqa joyni odami baribir. Bo'ynida galstugi bor u buni deydi. Endi bitta hadisni mahkam ushlab olganmiz. Man tashabbaha bi qavmin fahuva minhum. Kimki bir qavmga o'zini o'xshatsa o'shalardan. Endi bu qavmni asli kiyimi qolmadi o'zi, asli nimday qolganda. Biron bir kiyim bitta millatning kiyimi emasda endi hozir. Bir Hindistonni, Oqishtonni qolgan, o'zlari kiyuladi, sudralib, undan boshqa kiyimlar aralash, quralash bo'lib ketgan. Kimni kiyimi kim tushunish qiyin. Bundan ko'ra dilimizni poklasak bo'lmaydimi? Mana bu dildagi hasadlarni, mana bu yurakdagi dushmanchiliklarni, takabburliklarni, manmanlikni, fitna, fasod, mana qalbimizni tozalaylik, hadib kiyimga ko'rinishimizni zo'r qilib olib, bir taqvodordek qilib olib, nima ishlarni qilib yurishdi odamlar. Shaytanat degan kitobda aytadi, bir o'tiribdi qozi soqolli qo'yib, boshiga oq do'ppini kiyib deydi. Ko'chada birov ko'rsa buni rosa taqvodor deydi. Umri boshiga sajda tegmagan deydi. Lekin soqolli qo'yib, boshiga oq do'ppi kiyib olgan deydi. Bor shunaqalar. Biz suratga qarab, ko'rinishga qarab aldanib qolganmiz, shundan foydalanadi ko'pi bizdan. Bo'yniga galstuk taqib, boshyalang kelib sizga oyat hadisdan gapirib, yaxshi nasihat qilsa olmay turadi, ishonqiramay. Bu boshqa odam boshqacha gapiryapti dedi. Qachon bir o'zgarib boshqacha bo'lib kelsa, bu zo'r gapiryapti deydi, sizni chalg'itib aynitib olishi ham mumkin. Muhtaram birodarlar, Alloh taolo Qur'oni Azimishshonda
marhamat qilib aytadiki, vaqfiz janahaka lil mu'minin. Mu'minlarni yaxshi ko'rgin. Mu'minlarga qo'lingdan kelgancha marhamatini qilgin. Mu'minlar bilan yaxshi muomalada bo'lgin, mehr shafqat qilgin degan ma'no chiqadi bu oyatdan. Muhtaram aziz birodarlar, yaqinda Nu'mon Toshkandi bilan bir masjid qavmlarini murosa majlisini ko'rib qoldik. Biz oldin o'yladikki, bular shu olim keldi, shu olimdan bir nima eshitisharmikin desak, u munozara juda kuchlanib ketdi. Lekin shunday bo'ldiki, oxir oqibat ikki tomonda ham bir xulq, musulmonning xulqi yo'qolib qoldi. Ikki tomonda ham, u tomondan ham, bu tomondan ham. Mo'min musulmonlar nimaga bir-birini bunchalik tahqirlab, iflos degan gaplar ham ishlatilinib ketdi. Har xil so'zlar bir-birlariga qivorishdi. Kofir, munofiq degan so'zlar. Birodar azizlar, shuning uchun ilm o'qishda avvalo odobingizni mukammallashtirib oling. Odamiylik ilmi yo'qkanmi sizda, hali boshqa ilm naf bermaydi. Odamiylik ilmini o'rganmasdan turib, odamgarchiligi bo'lmasdan turib, olim bo'lsin, baribir bir joylarda katta xatolar qiladi. Shuning uchun arablarda bir maqol bor. Al-ilmu samarun vel adabu shajarun. In lam yakun shajar kayfa yakun samar. Ilm meva, odob daraxt. Daraxt yo'q, u meva ham yo'q, qurib qoladi. Odob, xulq, bu narsalarni qo'ldan berib qo'ymaylik. Bir-birimizga mehrlik, shafqatlik bo'laylik. Rahm, shafqat degan narsa, hurmat degan narsa, andisha degan narsa yo'qolib qolayotgandek bo'layapti-da. Ali bir odam payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelganlarida sarvari olam Imom Hasanni nevaralari Hasanni o'ynatib turgan ekanlar, o'pib. Shunda haligi odam aytdiki, atuqabbiluna sibyanakum, taajjublanib. Faqala na'am. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbilu. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, aw amliku in kana Allohu naza'a min qulubikumur rahmah. Nevarangizni o'ynatib, erkalatib o'pasizmi? Ha, sizlar o'pmaysizlarmi? Menda buni bir 10 tasi bor. Bittasini ham o'pmayman, erkalamayman ham. Alloh senga rahmatidan bermagan bo'lsa, men nima deya olayman dedilar. Bir xil odam haqiqatda qandaydir g'alati bo'ladi-da. Bola ham erkalatasizlarmi? Mushuk ham boqasizlarmi? Hayvonga ham qaraysizlarmi? U hayron. Nimaga bu narsa kerak deydi. Uni mana yuragida Xudo rahm, shafqat, mehr bermagan bo'lsa, qiyin-da.
Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Man la yurhammun nasa la yarhamuhulloh. Man la yarhamin nasa la yarhamuhulloh." Kimki odamlarga rahm qilmaydi, unga ham Alloh rahm qilmaydi. Kimki odamlarga rahm qilmaskan, unga ham Alloh rahm qilmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Iza salla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim adh-dha'ifa was-saqima wal-kabira wa iza salla ahadukum li nafsihi falyatawil ma sha'a." Muttafaqun alayh. Abu Hurayra aytadilar, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir kuni bizga qattiq vasiyat qildilar. Agarda imomlikka o'tsangiz, bir jamoatga imom bo'lsangiz, yengil qiling, yengil qiling. Zaiflar bor, kasallar bor, qariyalar bor. Yengil qilib o'qib bering. Endi o'zingiz o'qiyapsiz, nafil namozingizni, yo o'zingiz yakka. Unda xolaganingizda kuchingiz kelgancha uzaytiravering o'zingizni toqatingizga qarab. Muhtaram birodarlar, mana shu yerda bir narsani tushunib qo'yaylikki, bitta odam sizga iqtido qilgan "Hey, cho'zvordi" demasin. Bizga ba'zilar aytadi, "Qoraka, uzun suralarni bilmaysizmi? Bir uzun sura o'qing jumalada boshqalarda." Birodar, sen mazza qilib turganday turarsan. Shunda jumani zo'rg'a, jumaga tikka turib, oyog'i qaltirab turgan odam bor. O'shani e'tiborga olamiz. Shu odam qiynalmasin. Hojati tang bo'lib turgan odamlar bor. O'shalarning holini olamiz. Ba'zida Qur'on o'qiyotganimizda, tilovat bo'layotganda bir xil odamni chiqib ketayotgandan ba'zilarimiz xafa bo'lamiz. "Yo'q birodar, o'sha 1 soatga so'rab kelgan. Shu 1 soatga amr ma'ruf eshitib, tarzini o'qib chiqib ketishga zo'rg'a vaqti bo'lib kelgan." Buni tushunishimiz kerak. Ularda bemalol odam bemalol o'tiraveradi. Bemor bor, zaif bor, qariya bor. Ayniqsa duolarni ham baholi qudrat qilishimiz kerak. Mana janozada ham ba'zi domlalar ko'p gapirib yuboradi, oyoqda turib qoladi, qariyalar, xastalar bor. Sharoitga qarash kerak har bir narsada. O'zingiz ibodat qilganingizda xohlang sura Yosinni o'qing, Baqarani o'qing, Oli Imronni zam qiling, o'zingizni toqatingizga qaravering. Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu va la yakzibuhu va la yakhzuluhu, kullul muslimi alal muslimi haramun arzuhu ve maluhu ve damuhu. At-takva hahuna, at-takva hahuna, at-takva hahuna. Bihasabi imri'in minash-şerri ay yahqira ahahul muslim." Mana ko'plarimiz taqvo to'g'risida ko'p gapiriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, musulmonni birodari, akasi yo ukasidek, shunday yaqin bir qarindosh birodari. Musulmon birodariga xiyonat qilmaydi. Musulmon birodarini aldamaydi. Musulmon birodarini xorlab obro'sini to'kmaydi. Musulmonni sha'nini to'kishlik, obro' sazlantirishlik harom musulmonga. Uni moli harom so'ramasdan olishi. Uni qoni harom. Taqvo shudur, taqvo shudur, taqvo shudur amal qilsangiz dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Taqvoni yo'q bo'lib ketishiga bittasi kifoya.
musulmonga bir xor qilib ko'pchilikni oldida sharmanda qilib deb bir chuqur kovlab chuqurga tushirib yuboradi, bir tahqir nazari bilan qarashni o'zi taqvoni yo'q qilib yuboradi sizni. Kechasi bilan 100 rakat nafl namozni o'qib, kunduzi nafl ro'zani tutib, bir odamni sharmanda qilib, oriyatini tegib, odamlar oldida tahqirlasangiz yo masxara qilsangiz, kim bo'lasiz? Qaq ketdi endi u taqvoingiz. Shuni yaxshi biling, inson aziz bo'lsin sizga eng birinchi o'rinda. Bir 23 yashar bola turyapti, haligi No'man Toshkentda 70 ga borib qolgan odam, mana qancha masjidlarni qurgan odam shu yordam olib kelib beryapti Saudiyadan. Yoqasidan ushavori deydi-da, hay o'tir bolam desa ham o'tirmaydi, hay o'tirgan desa ham o'tirmaydi. Bunaqa emas. To'g'ri, endi u odam ham bir aniq bir javobi